10. hadis. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dixtanlağa İmam En-Nebevi rahimahullah'nın 40 hadisiga, hürmetki sazavar alimlarning bergan sharhisidan 10. hadisni o'qiymiz inshaalloh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. 10. hadis. Tercümesi: Abu Hureyre Abdurrahman İbni Sakhri radiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Şübhisiz Allah tayyibdir, yani pakdir. Tayyib amaldan, yani ixlos bilan sunnatga uyg'un holatda qilingan amaldan boshqani qabul qilmaydi. Şübhisiz Allah payg'ambarlarga buyurganni mu'minlarga buyurgan. Allah subhanahu ve taala yana Sure Mu'minun 51. ayetida mundaq buyurgan. Tercümesi: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhar rusulu kulu minat-tayyibati ve'amelu salihan. Tercümesi: Ey peygamber, pakiz ve halal narsalardan yangla ve salih amallarni qilinglar. Allah subhanahu ve taala Sure Baqara 172. ayetida mundaq buyurgan: Ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tercümesi: Ey müminler, sizlarga rizq qilib berganlarimning pokiz ve halal bo'lganlarini yanglar. Faqat Allohga ibodat qilguvchilardan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Bulardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem uzun bir safarda chach soqollari chuvilchaqlashib, to'pichang besib ketgan. Qo'llarini osmonga ko'tarib, "Ey Rob, ey Rob" deb duo qilgan bir kishini tilga ilib, uning yegini harom, ichgini harom ve kiygini harom tursa, harom bilan oziqlangan tursa, uning duosi qandoqmi qabul bo'lsin dedi. Muslim 1015 numaralı hadis. Şeyh Abdurrahman İbn Nasir Al-Barrak'ның bu hadisga qilgan sharhdan ba'zilari tuvandikcha. Tayyib Allah'ның isimlaridan biridir. Tayyib amal Allah'ның razılıq üçün ixlos bilan qilingan, Allah'ның buyrug'iga ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning buyrug'iga uygun bo'lgan amaldir. Allah haram vasita orqali qo'lga kelgan moldan qilingan xayri ihsonni qabul qilmaydi. Halal kerim ve halal narsalar tayyib pakdir. Bu xil kerim ve mallardan qilingan sadaqa ihson qabul qilindi. Halalını yiyish ve haramdan yiroq turish vaciptir. Peygamberler ve müminler bunun buyurulgan. Umumi noktadan aytganda, yemek içmeki ve kiyim keçkiga haram aralashgan kishi dua icabet bo'lishning boshqa sabablarini o'rindigan taqdirdami, duasının qabul qilinmaydiganligi. Ammo buni ma'lum bir kishi uchun mutlaqlashtirib aytishga bo'lmaydi. Salih amallarni qilish jihatda haloldanli yeyish orqali Allohdan yordam so'rash. Haram yeyish yoki uningdan sadaqa ihson qilish ba'zida yaxshi amalni yo'q chiqaradi. Ba'zida bandaning boshqa salih amallar orqali to'plagan savobini kamaytirib o'tadi. Uzun safar, üstü beshini to'pichang besish, eski kiyim kechak ichida bo'lish qatorliq hollar
duanın icabet bo'lishinin sebeplerinden sanıldı. Çünkü bu xil ahvollar qalbda tuvenchilik ve dili sunuqlikni vujudga chiqardi. Normal holatda dili sunuq mu'min, dili shodlangan mu'minga qaraganda Allohga bekroq ve qattiq yolvorib duo qiladi. Bo'libmi insonning eng zarur ehtiyoji bo'lgan yemek içmek, kiyim-kechakning halol bo'lishiga qattiq ahamiyat berish kerak. Navoda qo'lga kelgan kerimida ochiq holdagi haromdan kelgan emas, shubhilik bir narsa bo'lib, dilg'ullik paydo qilsa, bundaq kerim yemek içmek yoki kiyim-kechakka hajlanmasdan qatnash vositasi ve turalgı inşaatları için işletildi. Elhamdülillah, yuqorida hurmatga sazovar Şeyh Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak rahimahullah'ның İmam an-Navavi rahimahullah'ның 40 hadisiga bergan sharhidan 10. hadisni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.